Aytishicha, 2024-yilda elektr energiyasi va tabiiy gazga ajratilgan subsidiyalar miqdori 12 trillion so'mga teng bo'lgan. Kelasi yil bu miqdorni 7,5 trillion so'mgacha kamaytirish reja qilingan. Bosh vazir o'rinbosari bu sohalarga subsidiya berish 2025-2026 yillarda ham davom ettirilishi, 2027-yilda keskin kamaytirilib, 2028-yilda gaz va svet uchun byudjetdan subsidiya berilmasligini ma'lum qildi. Gaz va svetdan tashqari issiqlik ta'minoti korxonalariga ham davlat byudjetidan katta miqdorda subsidiyalar ajratib kelinadi. Jamshid Qo'chqorov bu masala elektr va gazdan ko'ra murakkabroq ekanini aytdi, chunki hududlar bo'yicha issiqlik energiyasi tariflari har xil. Issiqlikni o'lchash muammosi bor, qolaversa tizimda sovet paytidan qolgan samarasiz gazni ko'p yoqadigan texnologiyalardan foydalanilyapti. Bu yil Toshkentda issiqlik ta'minoti narxi 2 marta oshirilgan bo'lsa, kelasi yil ham 15% dan 2 marta oshirish reja qilingan. Tarif 2 yil ichida 4 marta oshirilishiga qaramay, bu ham tan narxini qoplash uchun yetarli bo'lmasligi aytilyapti. Mana yaqinda Toshkent shahri bo'yicha demak Toshkent shahar deputatlari mahalliy kengash qarorini qabul qilib, demak shu kelgusi yilda 2 marta tariflarni oshirish bo'yicha qaror qabul qildi, lekin bu ham yetarli emas. Birdaniga aytamiz, tariflarni qoplab berish uchun va umuman agar to'g'risini aytganda Toshkent shahar byudjeti qanchalik katta bo'lishiga qaramasdan biz Toshkent shahriga ham mana shu issiqlik bilan bog'liq subsidiyalarni respublika byudjetidan ajratib berishimizga to'g'ri keladi. Energetika sohasidagi islohotlarni o'zi yakuni qachon yoki nima bilan bu o'zini haligi pirovard natijasiga yetadi desangiz, biz shuni aytishimiz mumkinki, bu demak elektr energiya va gaz bozorini chakana va ulgurji bozorini shakllantirish bilan bu masala o'zini yakuniga yetadi. Shunda demak byudjetdan bu sohaga subsidiyalar berishga hech qanaqangi ehtiyoj qolmaydi. Ta'kidlash kerak, O'zbekistonda energiya resurslarining tan narxi shakllanishi bilan bog'liq batafsil ma'lumotlar keng jamoatchilikka ochiqlanmaydi. 2023-yil sentyabr va 2024-yil aprel oyida berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu qisqa vaqt ichida elektr energiyasining tan narxi 21% ga, gazning tan narxi esa 35% ga oshib ketgan. Shu sababli faollar tariflarni oshirish bilan ish bitmasligi, energetika tizimidagi o'g'irliklar, yopiqlik va samarasizlikka barham berish kerakligini aytib keladi. Eslatib o'tamiz, aholi uchun elektr va gaz tariflari 4 yil davomida o'zgarishsiz qolib kelgach, 2024-yil 1-maydan boshlab elektr energiyasi tarifi bazaviy norma doirasi 295 so'mdan 450 so'mgacha oshirilgan edi. 2025-yil 1-apreldan boshlab esa 1 kilovat soat uchun minimal tarif 600 so'mni tashkil etadi. Gazning bazaviy tarifi bu yil 380 so'mdan 650 so'mga ko'tarilgan bo'lsa, apreldan 1000 so'm etib belgilanishi ko'zda tutilgan. Deputatlarimizga bu hozirgi kunda juda dolzarb masala bo'lib turibdi va xalqimizga juda katta ta'sir qilyapti. Nafaqat kambag'al, pul yaxshi topayotgan odamlarga ham